har xil mo'kalar bor ekan. Yangi 4 xil, 5 xil bor ekan. Oshxona, stalovoylarga ishlatgani. Buda xamir mishalka bir qop. Bir qop 50 kilo. 50 kiloni Turkiyaniki. Qancha narxi? Bu spanli o'zi ekan-a bu. Ha, bu spanlining o'zi. Yangi matras. Matras yangi o'qib qo'yilgan buni ham. Ha, splashda mana despiyoq, haliga o'rasochoq, haliga emas. Hammasiniki mana shunaqa o'qi. Behijob. Tekshirib olishaveradi. Tekshirib olinaveradi. Bu ham shu oshxona, stalovoy, fast food hammasiga ishlayveradi. Hammasiga ishlayveradi. Nerjavekalik. Ha. Nechtadan tovuq sig'adi shunda bunga? Katta tovuqdan zo'r soladigan bo'lsa, katta-kattasidan 3 ta sig'adi, 1 kilo 200 ligidan. Bir nerjavekalik hammasi. Ha. Bu ikkitaligi ekan. Bu ikkitaligi o'qa, 2 million so'm o'qa. Ha. 1 milliondan beramiz. Xo'p, bunisini olishsin, xo'p, unisini olishsin. Bir xil narxi. Bir xil narxi. Bu yerda ikki xili bor ekan. Taxtali. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Namangan Yashil bozorining ichidamiz. Namangan Yashil bozorining ichida bu yerda har xil mo'kalar bor ekan. Yangi 4 xil, 5 xil bor ekan. Oshxona, stalovoylarga ishlatgani. Mo'ka ishlatsa bo'laveradigan har xil razmerdagilari. Ichkarida spalni, garnitur, shifoner, termo, hamma narsa. Termo, hamma narsa bor ekan. Bular bir boshdan narx-navosi bilan sotuvchi ukamiz bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketaveramiz. Sizlardan bitta like bosib qo'ysanglar, biz videorolikimizni boshlaymiz. Hormanglar. Hop. Birinchi shu mo'kalardan boshlaymiz, kattasini. Bo'ldi, o'ka. Mana shu ikkitalikning o'rnida o'rtasini tashlab bittalik qilib chiqarilgan o'ka bu. Katta qilib, bittalik katta hisobda bu o'zi o'ka. Bu qancha bu narxi? O'ka 1,5 milliondan 1 million 400 ming so'm qilib beramiz o'ka. 1 million 400 ming so'm qilib beriladi. Uni managa mo'kalarini o'zlari moslab olishadi keyin. U sifon bo'ladi. Sifonu unaqa muammo bo'lmaydi. Hamma santexnikda bo'ladi uni. O'ndan to'lsa bu lozmash holatdagisi 1 million 400 ming. Aha. Keyingisi bu ikkitaligi ekan. Ikkitaligi bu o'ga. O'rtasidan bo'lingani. Ha. Bunisi qancha? 1 million 450 ga qilib beramiz. 1 million 450 ming so'm ikkitaligi. Ha. Bittaligi 750 ming so'm. Bittaligi 750 ming so'm. Buni razmerlari necha bo'ladi buni? 60 bo'ladi bu yog'iga. Yo'q, 60 emas buniki. 55 bo'ladi buniki. 53 bo'ladi. Aha. Ichi 45 ga 45. İçi 45 ga 45 ekan do'stlar, bu yog'i 45 ga 45, 750 ming so'm ekan. U ikkitaligini aytib o'tdik. Robotchisi bu, ha. Bu robotchisi. Bular yangi. Bunisi robotchi. Robotchisi qancha? U 1 million 400 mingga beramiz. Ona buning yangidan sal metrali qayerliroq bo'ladi. Metrga qarab sotiladi bu yerda. Materiallari nerjaveka bo'ladi, zanglari, ha, nerjaveka bo'ladi. Mana oyog'i profil bo'ladi o'ka. Bu material nerjaveka, zanglamaydi. Oyog'i ham nerjavekalar, ag'dasi kimda o'tamiz endi o'ka. Burg'ochdan. Testa mishalka ham bor o'ka, xamirki, turetskiy o'ka 50 kilolik. Bu yoqda xamir mishalka bir qop. Bir qop 50 kilo. 50 kiloni Turkiyaniki. Qancha narxi? 7,5 million. Ozmoz o'tib beramiz o'ka. 7,5 million so'm ozmoz o'tib berilgan. Bular asosan novvoy bilan pishiriqqa ishlatgani. Bittada bir qopni xamir qilib chiqaraveradi. Chiqaraveradi. 7 million dedi-ga, Trotsky. 7,5 million o'ka. 7,5 million so'm. Siz orqangizdan shu o'rnasi Instagram, YouTube'dan ko'rib kelsa 7 millionga beraveramiz o'ka. Shu Namangan Obzor kanalidan ko'rib keldim desanglar 7 million so'mga berilargan. Bu avtomat, ha? Tokka suqib qo'yadi. Tokka, 220 tokka. 220 ga ishlargan. Bu ishxon o'ka. Xona bu ham. Shu pishiriq ishlatgan. Pishiriqqa, novvoylar uchun. Fast foodga, uyga, hamma yoqqa ishlatsa bo'ladi. Qancha bular? Usti nerjaveka o'ka. Bu o'ka 800 mingga beramiz o'ka. 800 ming. Oyog'i profilliga. Kattaroq razmerlari ham bor, ha? Ha, katta razmerlari ham bor. Standart bu. Biri 10 ga 70 bo'ladi. Oyog'i profilliga. O bu nerjavekaliklardan ham o'z isiki kelamiz unga. Nerjavekaliklari ham bor ekan. Endi bu yoqda 3 taligi. 3 taligini nerjaveka oyoqliga. Oyoqlari ham nerjaveka. Ha. Oshxona, stalovoy ishlatishaveradi. Fast food. Nimaga dacha kerak bo'lsa, bu 3 taligi, ha? Qancha narxi? Bu 2,5 millionga beramiz buni. Oyog'i nerjavekalikka. Oyoqlarigacha nerjaveka, ustlari bilan oyog'igacha nerjaveka. Bu ana 2 taligini oyog'i nerjavakaligi o'ka. Aha. Qancha bunisi? Mana oyoqlarini ko'rsatib. Bu o'ka hop 1 million 650 ga beramiz o'ka.
1.650.000. Aha. Oyog'i profillidan 200.000 so'm farq qiladi shunda. Aha. Hangisi 200 ming farq qiladi. Mana uni so'qqa 100 ming farq qiladi. 850 ga qilib beramiz, bittaligini 750 ga qilib beramiz. Mana yonma turganda farqi bor u Ha, qani. bu profilligi, bu nержавейка. Ha, bu polni nержавейка bo'ladi. 650, 750. 750, Ha, buni 850. 100.000 so'm farq qiladi. 100 ming farq Endi qiladi. ichkarida shkaf, garniturlar bor dedingiz-a? Aha. Stanleylar bor. Ularni ham narxini aytib o'tib ketaylik. Birinchi bu shkaf bor ekan. 250, 2,5 metrli. Buni ichlarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatavering. Rolikli bo'lar ekan. Bular rossiyskiymi, qayerdiki bular? Yo'q, bular hozirgi vipska oka. Ha, bular hozir Toshkent fason, Toshkentniki Xitoy fason. qancha bular? NDF metrli bo'ladi. Bu 3 million oka. Ha, 3 million so'mga beriladi. Bu yoqdagisi Arzonroq bu. 2,5 millionligi, 240 bu. ha, uzunligi 240, balandligi Balandligi 230. 230, 2,5 million so'mga beriladi. Ha. Ha, endi bu yoqda ichkarida Stanley bor ekan, birinchi. Bu spanli, shkaf, termo, ikkita tumbuchkasi bor bag'da. Ha, bu Matraslari yangi. Ha, Ha, matras yangi qo'yib qo'yilgan. yangi matras qo'yib qo'yilgan. Qancha bu narxi? Shifonerning razmeri 280 li shifoner, eng katta shifoner bo'ladi. Aha. Xitoy mallari quyma bo'ladi. Ha, bular quyma. Bular Ha. Xitoyda ishlab chiqarilgani. Aha. Qancha bu komplekt holatdagisi? Bu komplektini oka 5 millionga beraveramiz oka. Komplekt Ha, 5 ozgina million. defektlari bor, o'shanga 5 millionga beraveramiz oka. Trimo, Tringa anaqasi yo'q, shkaf. uchkani bor oka. Ikkita tumbuchkasi bor deb Mana aytib o'tdingiz. tumbuchkasi. Ha, bu yoqda tumbuchkasini ko'rsatib qo'yaylik. Stanley matrasini yangi qo'yib qo'yishgan ekan. 5 million 5 millionga beramiz. 5 Şeyda aytib million turibsiz. so'mga. Ha, oborib o'rnatib bergan bo'lsa kelishamiz, oz-oz nerib bera. ha, dastavkasini kelishi bor, o'rnatib berilaveradi. Ha. Endi bu yoqda ham bitta komplekt bor ekan. Ha. Bu yoqda ham shkaf, spalni, tumbuchkasi, bu yoqda Termosi, trimosi. termosini o'ynagi bor. Uni borganda o'rnatib beriladi. Bu yerda o'zi yopirini to'sib qo'yadi-da. Ha, bunisi qancha? Komplekt. Bu oka 5 millionga beramiz buni ham oka. Ha, bu ham 5 million so'm. Bu qayerda ishlab chiqarilgan bu? Bu ham Toshkent. Toshkentda. O'zimiz O'zimiz Toshkent. Ha. 5 million so'mga berilar ekan. Endi bunisi Bu ham Xitoy fason oka. aha, bu Polni endek bo'ladi. Bu ham 2,5 metrli shkaf bo'ladi oka. bu spalnisi. Bu spanlis oka. Bu trimosi ha buni. Ha, bu termos oka. Trimosi. Bitta tumbuchkasi mana. Ha, bu tumbuchkasi. Aha, bu Buni ham tumbuchkasi. oldidan ko'rsatib qo'yamiz. Oldi holat ekan. Bunisi qancha komplekt? Bu oka 5,5 million narx aytilgan oka. Buni ham 5 millionga beraveramiz oka. Bu ham 5 million so'mga berilar ekan. Ha, Shahar ichiga hammasini shahar ichiga dastavkasi o'rnatib berish ichida shahar ichiga. Hop. Viloyatlarga, rayonlarga kelishgan holatda. kelishilgan holatda qilib beriladi. Ha. Namanganchi besplatni. Shu Namanganchi aytilgan 5 besplatni million shahar ichida ichi. olib borib o'rnatib dastavka ham qilib berishadi. Ha, o'rnatib berishga ish yo'q, rayonga o'rnatib berish ham ichida mashinasini kelishgan holat. Ha, mashinasi kelishilgan O'zi holat. qish kunda benzinda Bu yuribmiz-da. spalni o'zi ekan-a bu. Ha, bu spalning o'zi. Bu Qancha ham bu? yangi matras. Ha, matras yangi qo'yib qo'yilgan buni ham. Ha. E'tibor berib qo'yasizlar. Salabanlari bilan turibdi. Qancha bu? Bu o'zi 2,5 million narx aytilayotgan. Aha. Xo'p, 2 million 200 mingga shahar ichiga o'rnatib berilaveradi. 2 million Yo'lkirasi ichida, rayonga yo'lkirasini kelishgan holatda. 2 million 200 ming so'm ekan. Matraslarni yangi qo'yib qo'yishgan ekan. Endi bu yoqda shkaf, tepada Ikkita tumbuchkasi bor. tumbuchka, bu yoqda spalnisi Spalni. bilan. Aha. Qancha bu? Bu oka 4,5 millionga beramiz oka bu. 4,5 million so'mga beriladi. Shkafini razmeri necha bo'ladi buni? 240 bo'ladi. 240 tumbuchkasi. Matrasini kelishgan holatda yangi almashtirib ham berilaveradi. Ha, matrasini almashtirib berilaveradi. Ha, taglari polniy sklashdi, mana despi oka, haligi o'rosi o'choq, haliginaqa emas. Hammasini ikki mashina qo'yqa, behijoat. Ha, tekshirib olishaveradi. Tekshirib olinaveradi. Kelishadi, ko'rishadi, ma'qul kelsa o'rnatib berilaveradi. Do'stlar, mana bir boshdan tanishtirib o'tdik. O'zingizlarga ma'qul kelganini shu ekran ostida telefon raqamiga telefon qilsanglar, Bag'da yana tashqarida ham bor.
videomiz davomida berolmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, o'zingizlar olib o'taverasizlar. Endi bu yoqda rossiyskiy bir jup ruminskiydan elimiz bor mana. yakkali divan ha bu. Yakkali divan. Jup qancha buni? Jupi oka 2,5 million, 2 million 300 ming narx aytilgan oka. 2 millionga beramiz siz obunachilaringizga. Donaga 1 milliondan to'g'ri keladi. Donaga 1 milliondan to'g'ri keladi. Donaga 1 million so'mdan. Jo'lda ishladimi? Qog'ozlar, dokumentlari bilan bu. Aloqaga chiqaverasiz. Do'stlar, bu yoqda shu xonlar, bu yoqda bir Mana ko'rganingizda, mana shu Nerjevek yo'qligi. bu Nerjevekaligi, u profilligi. Aha. Profilligini qancha dedik? Profilligini oka 800 mingga beramiz dedi. Nerjevekaligi 1 million 50 ming so'm. razmeri bir xil. Razmeri bir xil. Oyog'ida farqi bor, xolos. Oyog'i shu zanglamaydigan Nerjeveka bo'lgani uchun. Oyog'i postavkasi va etijerka bo'ladi manlari. Hop, buni ham listligi bor. Listli chiqarilgan. Ha. Bu narxida farqi bormi? Narxida farqi bor. 1 million 450 ga beramiz buni. Pastda lisi bori. Lisi bori 1 million 450. Bu etijerkamiz 4 etajli. Uzunligi 1.10. Oyoqlari Nerjeveka 4 etaj. Bu ham shu oshxona, stolovoy, fast food hammasiga ishlayveradi oka. Ishlayveradi. Nerjevekalik. Ha. 4 etajlik. Shunaqa. Idish tovoq nima qo'ysa ham shu oshxonalar uchun zanglamaydigan. Bu narxi qancha? Bu 2 million 100 mingga beramiz oka buni. 2 million 100 ming so'mdan. Uzunligi necha bo'ladi? 1.10 bo'ladi, eniga 50 bo'ladi. Manlarning ham razmeri 1.10 bo'ladi, eni 70 bo'ladi. Hamma standart. Standart razmer. Ha. Endi bu yoqda Grill apparat. Ham gazga, ham tokga. Tokka ham, gazga ham ishlaydi. Ha, ishlaydi. Grill apparat. Bu necha tokka ishlaydi bu? 220 ga ishlaydi. 3 polni Nerjeveka, 3 Asenko emas oka. 3 polni Nerjevekalik oka. 3 ta sixi bo'ladi oka. Ichida 3 ta sixi bo'ladi. Nechtadan tovuq sig'adi shunda bunga? Oka, katta tovuqdan zo'r soladigan bo'lsa, katta-kattasidan 3 ta sig'adi, 1 kilo 200 ligidan. 3 tadan yarim kilolikdan 5 ta sig'averadi oka. O'rtacha 4 tadan hisoblaganimizda ham 12 ta tovuq bittada pishaveradi. Pishaveradi. Ham gaz, ham tok. Narxi qancha buni? Bu yangi oka narxini 4 million so'm beramiz oka. 4 million so'mga qilib berilgan grill apparat, tokka ham, gazga ham ishlarkan. Tok bo'lsa to'kilib qo'yiladi, tok bo'lmaganda propanga ulab qo'yilaveradi. Shunaqa ishlayveradi. Bu boyagi mo'ykalarning ham hajmi ham katta, razmeri 50 ga 50 bo'ladi, tashqisi 60 bo'ladi. Oyog'i Nerjevekaligi bu. 1 million 200 ming so'm aytilayotgan buni 1 milliondan beramiz oka. 1 million so'mdan beriladi. Razmeri nariyoqda ko'rsatganlarimizni kattarog'i. Razmeri katta, ina listda farqi bor. Bunisi listi qalin bo'ladi. U 06 bo'lsa, misol, bu 8. Yo, u 08, bu 1. Bir Nerjevekalik hamma. Bu ikkitaligi, Bu ikkitaligi oka, 2 million so'm oka. Ikkitaligi 2 million, bittaligi 1 million so'm. Aha. Buni oyog'i profilligi mana 1 million 800 ming so'mdan beramiz. Mashina o'zi razmeri bir xil, listi qalin. Profilligi 1 million 800 ming so'm. Buni bittaligidan hozir qolmadi. Bizda gazog'lik hali chiqilgani yo'q. Zakaz bersam ko'ramiz. Buni bittaligini oka 900 ming so'mdan qilib beramiz. Mashina o'zi bo'ladi, oyog'i profil bo'ladi oka. Listi qalin profil bo'ladi, 900 ming so'mdan qilib beriladi. Mana shuni o'rtasidan bo'lingan desanglar ham bo'laveradi. Mana variantda bo'ladi. Shu variantda faqat oyog'i bundan bo'ladi. Profili bo'ladi 900 ming so'm, Nerjevekaligi 1 million so'm ekan. 100 ming farq qiladi. Endi bu yoqda bular sizlardan bu oka pilta oka. Ikkitali pilta oka. Nimaga ishlatiladi? Oshxonaga ishlaydi oka. Aslovni ustida bir pishiriq, ovqat, issiq tutgan shunaqa narsalarga ishlaydi oka. Bu usti ikkalasi ikkitali pilta. 220 mi bu ham? Yo'q, 3 fazaligi bu. 3 fazaligi. Narxi qancha buni? Bu narxi 1,5 million so'm oka. Mana ichlari polni Nerjevekada ishlangan. 1,5 million so'mga berilgan ikkitalik pilta. Mana idishlarimiz bor, yangi. Bular ham oshxonalar uchun fast food, har xil Nerjevekalik idishlar. Bular qanchadan kichkinalari? Oka bu 120 mingdan. Kichkinasi 120 ming. Bunisi oka 180 mingdan. Kattasi 180 ming so'm. Mana boyaga Nerjeveka listli xonni, tagida listi bor, bag'da ochiq holatdagisi. Tagidagi ham
Listli u ham nechaveki? U ham nechaveka. Buni narxini 1.450 ming deb aytib ketdi u. 1.450 ming so'mdan qilib beriladi nechavekалigi. Bular ham sizlardan, ha? Ha, bular ham bizdan. Ikkitali Ruminiya divan. Rossiyskiy. Rossiyskiy divan. Taglari prujinali yo'q-a? Komplektda bu ikkita. Ha, ikkitali komplekt, mana taglari Yakka prujinali. sotilaveradi. Tagi prujinali. Yo'q, jup sotiladi-yu, qulayroq qilib beramiz o'qa. Qancha bu jupi? Jupini 2 millionga beramiz o'qa. Ha, jupi 2 million so'm. Aha. Ha, bu yoqdagilari? Unisini 1,5 millionga beramiz. Ha, jupi 1,5 million so'm ekan. Kelib olib ketsanglar bo'laveradi. Rossiyskiy divanlar. Bu yoqda ikki tashkaligi bor ekan. Aha, ikki tashka. Bu bo'shatib 2 ga ajraydi o'qa. ha, ikkiga ajralgan bu. Aha. Qancha bu Buzilib ikki maydalar- tashkaligi? Hamma yoqqa sig'adi o'qa. Bu o'qa 1,5 million so'm aytiladi o'qa. Buni 1 million 200 mingga beramiz o'qa. Şeyda olib ketib Komplekt olishadi. ikkitaligi 1 million 200 ming so'm. Şeyda olib ketib olishadi. Dastavkasiga kelishamiz. Buni ikkiga bo'lib bemalol yuklab olib kelsa bo'laveradi. Ha, alohida qilib yakka-yakkalik qilib qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi buni. Uyga borib o'zingizga qo'laverasizlar. 1 million 200 ming so'mga berilar ekan do'stlar. Bu yoqda Hop. har xil mo'ykalar bor ekan. Bu yoqda Idishlar oshxonalar uchun patnis, idishlar, mo'yka nima kerak bo'lsa xullas topilar ekan. Bu yoqda samovarlar ham bor ekan. Hop. O elektr samovar bor ekan-a? Ha, elektrosamor. Har xil narsalar bor. Mana bu yerda ikki tashkamiz bor. Ha, bu yoqda bollarga ekan-a bu ikki Ha, tashkar. polni taxta, buni ustida ponuri bo'ladi. Ha, qonurlari qo'yib beriladi. Ha, ponuri bor, mana turibdi. O'zi qorlikka qo'yib qo'yilmagan. Qancha bu? Bu o'qa 1 milliondan beramiz. Xo'p, bunisini olishsin, xo'p, unisini olishsin. Bir xil narxi. Bir xil narxi. Bu yerda ikki xili bor ekan. Taxtali. Yakka qo'ysa ham bo'laveradi. Ha, bo'shatib yakkalik qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Ha, bo'shatib. shotini chiqarsa bo'ldi. Do'stlar, mana 1 million so'mdan ikki tashkalik bollarga divanchalar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlari 90lik, 90lik 695, 695 30 30 35 raqamlariga bemalol telefon qilib video davomida ko'rsatgan narsalarimizga bemalol zakaz bersanglar bo'laveradi do'stlar. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.